Assalamualaikum qarindoshlar. Kechganlar xayrli bo'lsin. Bugun kechligimiz atab men Altaydan bir usul tayyorlab kelgandim. Ammo keyin güven olsangiz haydab chiqishim. Qani Alloh olsa, men bir tartib o'ynasam qatoq. Voy bobur, sizga nech qilyapsiz? Kechga qatnashaylik usul tayyorlab keldim. Yaxshi o'qib. Voy to'xtab turing bobur. Bizning tumanda shunday chiroyli ham o'maqsonimiz o'zlaridan lardan sular orqali tomoshabinlarni huzurlantirmoqchi. Avval bobur ularning ismini ko'rib baqsa qanda? Uni sesini ko'ramiz.